Bo'ldi. Ey. Bu gaplarga unaqa seriozna ahamiyat berish menimcha uncha kerak emas. Xo'p, bunaqa videoni hech kim kutmagan edi. Na meni, na sizlar. Lekin xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Lionel Messi qishda qaysi jamoaga o'tib ketishi mumkinligi haqida, Ronaldoning internetni portlatgan intervyusi haqida va Barselona o'ziga Lewandowskining o'rniga kimni olib kelmoqchi haqida gaplashamiz. Hammaga salom do'stlar, meni ismim Umar, Jonim futbol kanaliga xush kelibsiz. Bunaqa videolar ko'proq chiqishi uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib like bosishingiz kerak. Ikkinchi bo'lib Tottenhamga muxlislik qilishingiz kerak. Hazillashdim, mayli, like bosish shart emas. Uchinchi bo'lib esa kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak. Mana shu 3 ta shartlarni bajarsangiz, ko'proq shunaqa videolar chiqadi. Mayli ko'p yozib o'tirmaymiz. Yaxshilab o'tirib oling, yishki narsalar oling, chunki biz boshladik. Xo'p, keling birinchi bo'lib Cristiano bergan intervyusidagi eng muhim joylari haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib u nima deganini aytaman, o'shandan keyin o'zimning fikrimni bildirib ketaman. Siz esa bu intervyuni birinchi qismini hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, eng qiziqarli joylarini Telegram kanalimda tarjima qilib o'tganman. Shunda videoni izohlariga o'tsangiz, o'sha yerda havola turibdi. Bitta bosasiz u kirsangiz, afsuslanmaysiz. Xo'p, boshlaymiz. Menimcha La Ligada gol urish Saudiya Arabistoniga qaraganda osonroq. Bu haqida nima desam bo'ladi? La Ligada gol urayotgan paytida u ancha yoshroq edi va unga bu ancha osonroq tuyulgan. Ammo hozirda yoshi 40 yoshga kelganida Saudiyada o'sha paytda La Ligada urgandan ko'ra qiynalyapti. Tushuntira oldim degan umiddaman. Qisqacha bu o'zining fikri, albatta u o'zining fikrini bildirishi mumkin. Bu gaplarga unaqa seriozna ahamiyat berish menimcha uncha kerak emas. 471 ta kishi jahon chempionatini yutgan. Demak, bu degani 471 ta odam dunyodagi eng yaxshilarmi? Unda menga ayting, nechta kishi 950 tadan ortiq gol urgan? Bu gapi menimcha chiroyli chiqqan. Xo'p, birinchi bo'lib 400 tadan ortiq odam haqida gaplashamiz. Juda ham ko'p loyiq va noloyiq bo'lgan o'yinchilar jahon chempionati yutgan. Loyiq bo'lgan shu jamoalarni oxirigacha ko'targan, qo'llaridan kelgancha jonini berib harakat qilib yutganlar va zaxirada o'tirganlar ham bor. Lekin bu gapi bilan u aynan Lionel Messiga murojaat qildi. Bu ikkalasini men taqqoslashni yoqtirmayman. Meni fikrimcha ikkalasi ham dunyodagi eng yaxshi o'yinchilar. Meni gapimga qo'shilasizmi? Agarda yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizningcha kim yaxshiroq? Messimi? Ronaldomi? Fikringizni yana bir bor izohda yozib ketsangiz bo'ladi. O'tgan mavsum men uchun eng yaxshi bo'lmagan mavsumda. Men 25 ta gol urdim va liganing eng yaxshi to'p urariga aylandim. Agar men shu yoshda APLda o'ynagan bo'lganimda, xuddi shuncha gol urgan bo'lardim. Yo'q, men bunga qo'shilmayman, mutlaqo qo'shilmayman. Hozirda Premier Ligada o'ynash juda ham qiyin. Hatto Ronaldo kelganida 37 yoshida adashmasam 18 ta gol urgan. 3-o'rin bo'lgan to'p urarlar bo'yicha. Ammo hozir yoshi o'tdi, sal sekinroq qimillaydi, udari ham oldindagi emas. Men Ronaldoni yaxshi ko'raman, sevaman, lekin buni tan olishimiz kerak. Va bu gapiga qo'shilib bo'lmaydi, chunki Saudiya liganing o'yinlari va Premier Liganing o'yinlari ancha katta farqi bor. Saudiya ligasi darajasi Liga 1. Portugaliya chempionati va boshqa ko'plab ligalardan yuqori. Yo'q, Portugaliya ligasini to'g'risi kuzatmaganman, lekin Liga 1, ya'ni Fransiya ligasi haqida gapiradigan bo'lsak, Fransiya ligasida asosan bitta jamoa bor. Bu Paris Saint-Germain. Lekin hozirda Marseille ham, Olympique Lyon ham o'zini juda ham yaxshi ko'rsatishyapti. Va u o'yinlarni ko'radigan bo'lsangiz, azgina bo'lsa ham futbol bor. Ya'nida u yerdan o'yinchilar o'zini ko'rsatib, boshqa top jamoalarga o'tadi. Saudiyaga aksincha o'yinchilar qargan chog'ida kelib pul topishadi. Saudiyadan yodganda bitta chiqqan zo'r o'yinchini menga ayta olasizmi? Ya'nida aytmoqchi bo'lganim, Saudiyada o'ynab, o'zini zo'r ko'rsatib, top jamoaga o'tgan. Bunaqasi yo'q. Fransiyada esa bunaqasi tiqilib yotibdi. Kamavinga, Rafinha, N'Golo Kante, Sadio Mane. Endi birinchi bo'lib xayolga kelganlarni aytdim. Xo'p, keyingisi esa eng qiziqarlisi.
Messidan oldin Argentina xalqaro sovrinlarni yutgan. Bu hech kimni ajablantirmaydi. Men esa Portugaliya bilan avval hech qaysi milliy trofeyga ega bo'lmaganman, ammo hozir 3 ta sovrin qo'lga kiritdik. Hop, bu bilan u nima demoqchi? Uni fikricha, Messi bo'lishidan oldin ham Argentina buyuk bo'lgan, Messidan keyin ham buyuk bo'ladi. Portugaliya esa aksincha, bir paytlar oddiygina kuchsiz terma jamoa edi, ammo Ronaldo kelganidan keyin kuchli bo'lib 3 ta xalqaro titullarni yutdi. Bu gapida to'g'ri joyi ham bor, noto'g'ri joyi ham bor. Qarabsizki, oxirgi jahon chempionatida aynan Lionel Messi tufayli Argentina chempion bo'lgan. Ya'ni-da u bo'lmaganida 100% garantiya beraman, ular yodganda chorak finalgacha ham yetib olishmagan bo'lardi. Endi o'yinlarni ko'rganlar ham meni fikrimga qo'shilsa kerak. Lekin to'g'ri joyi ham shundaki, Argentina oldin ham buyuk bo'lgan va keyinchalik ham bo'lishi mumkin. Portugaliya esa endi yuqori darajadagi o'yinchilarni chiqarishni boshladi va bu jahon chempionatida bu ikkita terma jamoa menimcha deyarli bir xil kuchga ega bo'lishadi. Kimya wowo, ana bacha wowo. Galatasaray. Come to Galatasaray. Galatasaray. Wow. Bo'ldi. Hey. Wow. Hozirda aynan shunaqa muammoga Lionel Messi va uning rafiqasi duch kelishdi. Keling hikoyani boshidan aytib beraman. Bir necha oy oldin argentinalik o'z agentlariga qishda MLSda tanaffus bo'lgan paytida u shug'ullanishni to'xtamasdan jahon chempionatida jamoasiga yordam bermoqchi ekanligini aytdi. Va shuning uchun uni agentlari birinchi bo'lib Saudiyaga borib, xohlasanglar biz o'zimizning o'yinchimizni ijara sifatida sizlarga beramiz deb aytishdi. Shayxlar esa bunaqa so'zlardan keyin jahli chiqib ketib, bizni ligamiz sizlar uchun mashg'ulot joyi emas deb Lionel Messidan voz kechdi. Qanchalik bu hikoya to'g'riligini men bilmayman, men sizlarga bor ma'lumotlarni aytibman. Bundan keyin esa kutilmaganda Galatasaray paydo bo'ldi va o'z ligasini, o'zini jamoasini Lionel Messiga taklif qilmoqda. Shuning uchun ularning muxlislari millionlab hozirda uni Instagramini, uni rafiqasining Instagramida Galatasarayga kel deb yozib yotishdi. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, Turkiya jamoalarining muxlislari eng ashaddiy muxlislar. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, yozda Jadon Sancho ana qaysi jamoaga esimda yo'q, Galatasaray yoki Fenerbahchega o'tish haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Va bitta uni postida tasavvur qiling, 4 millionta muxlis bizni jamoamizga keldi deb yozdi. Tasavvur qilingiz, 4 millionta muxlis. Oxiri esa Jadon Sancho Aston Villaga o'tib ketdi. Bu bilan men nima demoqchiman? Agarda u Turkiyaga keladigan bo'lsa, qo'limdan kelgancha kerak bo'lsa kreditlar olib Turkiyaga borib, sizlarga Messi bilan eksklyuziv video olib kelishga harakat qilaman. Shuning uchun duo qilib qo'yadigan bo'lsanglar, menimcha ajab emas. Hey, yozda jamoaga qaytasanmi? Premier Liga eng yuqori daraja oltin to'p tudasida. Biz hatto sovrin ham yutdik. Alan Shearerning rekordini buzishing kerak hali, esingdami? Bizga qaytamiz deb va'da ham berib qo'ygansan. Bunda muammo yo'q. Eng muhimi, Richarlison bilan birga o'ynaysan. Yaxshilab o'ylab ko'r. Son Heung-min tudasida. Son ket bo'ldi-yu. Nima bo'lsa ham qayt jamoaga, do'stim. Tottenham, Ilyos yanimda ham qaytish mumkin sizlarga. Xavotirman. Harry, bizga kel. Dunyodagi eng yaxshi jamoa. Lamine Yamal bilan o'ynash imkoniyat. Bizda Kakras Lewandowski ketyapti. Sen asosiy bo'lasan. Oltin to'pga bosh da'vogar qilamiz. Yamaldan keyin albatta. Barselonami? O'ylab ko'rish kerak. Pul endi tekinga o'ynashga majbur bo'lasan-ku, lekin biz senga Spotify'dan podpiska beramiz. Bo'ldi, o'taman. Barselonada Lewandowski ketish arafasida. Yozda jamoada asosiy hujumchi bo'lmay qoladi.
Ferran to'g'risini tushirishmaydi-ku. Shu uchun jamoa hozirda moliyaviy muammolarga duch kelganiga qaramay 3 ta top o'yinchilarini sotib olmoqchi. Ya'ni 3 tasidan bittasini albatta. Birinchisi bu Julian Alvarez. La Ligada o'ynashni o'rgandi, o'zini juda ham zo'r ko'rsatyapti. Texnikasi bor, driblingi bor, tez yugurishi bor. Hatto jarima zarbalaridan ham gol ura oladi. Ikkinchisi bu Erling Haaland. Robot eng qiyin ligada o'ynagan, barcha jamoalarda kamida bitta o'yinda bittadan gol uradi. Juda ham kuchli, baquvvat, tez o'yinchi. Va oxirgisi esa Harry Kane. Meni eng yoqtirgan hujumchi. Tottenhamning afsonasi, Bavariyani ham afsonasi deb aytursak bo'ladi. Agarda Bavariya o'yinlarini oxirgi paytlarda ko'rmayotgan bo'lsangiz, bitta ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki Kane hatto himoyaga qaytadi. Yarim himoyachi ham bo'lib o'ynaydi. Assistlar ham beradi, gol ham uradi. Qisqacha qila olmaydigan narsasi yo'q. Tottenham davrida ham, har xil murabbiylar kelganda ham har doim yuqori darajani namoyish etardi. Bavariyaga o'tib, undan ham yuqori darajaga chiqdi. Qisqacha hozirda oltin to'pga bosh da'vogar. Tfu, ko'z tegmasin faqat. Qisqacha aytadigan bo'lsak, Barselonaga aynan Kane o'tishni men orzu qilaman. Chunki shu orqali o'zining eng kuchsiz bo'lgan joyini yuqoriga olib chiqadi. Ya'ni mashhurlik. Undan keyin esa balkimda oltin to'p ham olishi mumkin. Xo'sh do'stlar, shu bilan bu ajoyib videomizni yakunlaymiz. Bunaqa videolar ko'proq chiqishini xohlaydigan bo'lsangiz, albatta like bosing va Telegram kanalimga obuna bo'ling. Yo, rostdan ham Telegram kanalimda ko'proq postlar qo'yaman, ko'proq videolar qo'yaman. Qisqacha futbolga oid bo'lgan hamma narsa Telegram kanalimda. Endi esa quiz vaqti keldi. Quizga ham qilmaganimizga necha oy bo'lib ketibdi. Oxirgi o'yinchi Cole Palmer edi. Va mana shu odamlar uni topishdi. Siz esa endi mana shu futbolchini topishga harakat qiling. Shartlarni yana bir bor eslatib o'taman. Birinchilar qatorda to'g'ri topganlar, o'yinchining nomini to'g'ri yozganlar, kanalimizga like bosib, obuna bo'lganlar keyingi videoda chiqadi. Shu shartlarga yaxshilab ahamiyat berishingizni so'rab qolaman. Siz bilan esa Umar Nichonim futbolim kanalini egasi edi. Jamoalarga faqatgina g'alaba tilab qo'yaman. Agar Arsenalga muxlislik qilmasangiz, sizlarga esa faqat sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.